Assalomu alaykum. Siz bilan Muhammad Bobur. Hop, bu darsimizda siz bilan kirim qilingan mahsulotni qanday qilib sotishni ko'rib o'tamiz. Demak, buning uchun biz продажа bo'limiga kiramiz hamda расходный накладной hujjati ustiga bosamiz. Va bu joyda mana создать tugmasini bosamiz. Hamda bu joyda mana покупательni bosamiz. Покупательimizda mana ko'rib turgan bo'lsanglar, naqd terminal klik turibdi. Biz mahsulotimizni naqdga sotgan bo'lsak, naqd pulga sotgan bo'lsak, naqdni tanlaymiz. Terminalga sotgan bo'lsak, terminal tanlaymiz. Agar kartaga tushirib berishgan bo'lsa, klik tanlaymizda sotamiz. Misol naqdda ham, terminalda ham yoki klikda ham bir xil holat. Xo'p. Bu joyda mana tovar uslugi turibdi. Добавить qilamiz. Показать все qilamiz. Xo'p. Bizda mana bu joyda endi o'rganadigan narsamiz bor. Demak, остатка в наличии bo'ladi. Основной skladni o'rniga biz o'zimizni o'sha omborimizni, ya'ni o'zgarishni tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana bu joyda ko'rib turgan bo'lsanglar, bizda 30 litr, mana 30 litr mahsulotimiz bor. Demak, bu mahsulotimizni endi sotishimiz mumkin bo'ladi. Video darsdan oldin ham 15 litr kiritganimiz hisobiga bu joyda mana 30 litr ko'rsatib turibdi bizni qoldig'imizni. Demak, mana bu joyda e'tiborli bo'ladiganimiz mana shu holatda bo'lishi mumkin. Dasturda biz mana shu filtr bo'limni ustiga bosamiz. Hamda остатка в наличии bo'ladi. Bu joyda mana основной sklad turgan bo'lsa, o'zimizni skladimizni, omborimizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Hamda mahsulotimiz kelib chiqadi. Demak, bu joyda mana ko'rib turgan bo'lsanglar, guruh turibdi. Shu guruhni ustiga bosamiz. Hamda mahsulotni tanlaymiz. Kolичествоsi misol 3 litr yoki 5 litr bo'ladigan bo'lsa, olib kelgan narximizdan ko'proq narxga sotamiz. Ya'ni biz mahsulotimizni 50 ming so'mdan olib kelgandik, mana 55 mingdan sotyapmiz. Lekin bu joyda mana 275 ming chiqdi jamisi. Endi agarda biz hisobga to'g'ri qilishimiz uchun 270 ming qilib 5 ming skidka, ya'ni kim chegirma bergan bo'lishimiz mumkin. O'sha chegirmani bu joyga mana summali qilib yozadigan bo'lsak, bizda jami to'lovga 270 ming hisobida chiqadi. Mana shu holatda mana провести tugmasini bosamiz. Demak, mana o'sha aytganimizdagi xato ko'rsatyapti. Ya'ni sizda mahsulotingizni zaxirasi yetarli emas. Chunki asosiy omborda bu holatdagi mahsulot yo'q deb ko'rsatyapti. Mana shu narsani men aytgandim. Ya'ni mana bu joyda mana sklad degan bo'limda biz o'zgarish, agar o'zgarish skladida bo'ladigan bo'lsa, o'zgarishni tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana shu holatda mana qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak,
ko'rgan bo'lsanglar, mana omborimizni, kirim qilgan omborimizni tanlamasak agarda, mana shu holatdagi mana xato kelib chiqadi. O'shaning uchun bu omborni to'g'ri tanlashi muhimligi mana shunda. Mana endi hozir провести qiladigan bo'lsak, hech qanaqa xatosiz bu saqlanadi. Mana hech qanaqa xatosiz bu saqlandi. Sababi bizda mahsulotimiz bor edi. 30 litrdan 5 litrni ajratib 25 litr qoldiradi. Mana hozir klikda sotgan bo'lsak, biz mana yana sotamiz naqd pulga. O'zingizlar mana ko'rasizlar. Показать все. Mana основной skladni men o'zgartiraman. Mana 25 litr bizda mahsulotimiz qoldi. Demak, buni tanlaymiz. 1 litr bo'ladigan bo'lsa 55 ming so'm. Xo'p, mana skladimizni to'g'irlashimiz kerak o'zgarishga. O'zgarishga to'g'irladik. Bunda hech qanaqa skidka bermadik. Yoki skidka 3000 beradigan bo'lsak, провести tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, hech qanaqa xatosiz bizda o'tkazmamiz qabul qilindi. Hujjatimiz mana saqlanadi. Mana shu holatda. Mana ko'rib turganingizdek, bizda naqd pulga yoki klikka sotilgani ham birdaniga ko'rinib turadi. Mana shu holatda. Xo'p. Hujjatimizni mana shu holatda kiritishimiz mumkin bo'ladi. Siz bilan Muhammad Bobur bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishib